Uy sharoitida oynalarni artganda dog' bo'lib qoladi. Shuni tiniq qilib artishni o'rgatib beraman. Bizga kerak bo'ladigan narsa uksus, yod, bezgaz suv, bu chunki filtrlangan bo'ladi va suv sepadigan. Birinchi qiladigan ishimiz suvdan ochib to'ldirib olamiz. Hozir sizlarga ko'rsatish uchun yarimta qo'yaman. Endi uksusdan ozgina quyib olamiz. Oxirgi edatda yod qonib olamiz. Endi hammasini aralashtirib bo'ldik. Qo'pqog'ini yopib, yaxshilab chayqab olamiz. Chunki bu yodlar aralashib ketishi kerak. Bizning sehrli damlamamiz ham tayyor bo'ldi. Hozir sizlarga sepib natijasini ko'rsataman. Endi buni artib olamiz. Bu kim edi bu endi? Tochkan xo'jayinimi bu? Natijani ko'rib turibsizlar. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying.